12 voltli detskiy pultli moshinachalar uchun 15 amperli litiy железо fosfatdan tayinlangan akkumulyatorlarni O'zbekiston turli joylariga jo'natyapmiz. Zaryadniki bilan birga komplekt bo'ladi. Bu akkumulyatorni o'zingiz sotib olib, bemalol ulab olaverasiz. Ulanishi oddiy. Ya'ni bu akkumulyatorda o'ziga ham razyon qo'yilgan. Bu joydan ham zaryad qilsa bo'ladi. Moshinachani o'zidan ham zaryad qilib ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni ikkita kabel chiqib turadi. Plus minus kabelni to'g'ri ulab qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Aslida detskiy pultli moshinachaning ichida mana shunga o'xshagan kislotali akkumulyatorlar joylashgan bo'ladi. Bunaqa akkumulyatorlar uzoq xizmat qilmaydi va zaryadi ham uzoqqa yetib bormaydi. Bu akkumulyatorlarda ishlash muddati 5 yildan 8 yilgacha xavfsiz. Litiy-iondan ham ko'ra ko'proq xizmat qiladi. 15 amperli akkumulyatordan 4 dona joylashgan, ichida BMS platalari bilan qo'yilgan. Zaryad o'tirib qolmaslikdan saqlaydi, zaryad to'lganda uzishlikdan saqlaydi va bu akkumulyator mana shunga o'xshagan kimning uyida kompyuterning UPS bo'lsa, UPS ga ham qo'yib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni mana ko'rishlaring mumkin, ichiga qo'yilgan. Uzoq yil xizmat qiladi va zaryadi ham uzoqqa yetadi. 6 voltli detskiy pultli moshinachalarning ichiga ham mana shunga o'xshagan litiy железо fosfat akkumulyatorlar tersa bo'ladi. Ya'ni mana shunga o'xshagan bo'ladi 6 voltli yoki mana shunga o'xshagan 6 voltli akkumulyatorlar bo'ladi. Shunaqa akkumulyatorlarning o'rniga ham mana shunaqa litiy железо fosfat akkumulyatorlardan terib yasaveramiz. Ya'ni 24 voltlikka ham iloji bor. Kimga shunaqa akkumulyatorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, shu ekrandagi raqamga bemalol telefon qilaverasizlar. O'zbekistonning hamma joyiga dastavka bor BTS orqali. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.